PUBG Mobile ofisial turnirlar uchun 365 kun trenirovka day off. Bugun day off qilishimning bitta asosiy sababi bu ana o'sha xitoyliklar. O'zlaring bilsalaring kerak, hozirgi vaqtda Toshkentning 60% pashti Xitoyning qo'lida. Buning asosiy sababi davlatimizning Xitoydan olingan qarzi tufayli. Xo'p, xitoyliklar kirib ketdi. Yana nima bo'ladi? Hech bola bo'lmaydi-ku baribir deydigan ba'zi bir paqamiyalar uchun. Tushuntiradigan bo'lsam, Xitoy nafaqat mahsulotlari bilan, balki an'analarini ham olib kiryapti. Xitoy o'zining an'analarini olib kirish bilan birgalikda bizning davlatimizni yo'q qilish ehtimoli o'ta ham katta. Masalan, an'analarni olib kiryapti turganga bir donagina misol, Toshkent ko'chalaridagi mana bunday paradlar. Mahsulotlarning kelishi esa bizning ichki va tashqi bozorimizga o'ta ham katta minuslar olib kelishi mumkin. Sabab ularning mahsulotlari biznikiga qaraganda 1-2 barobar arzon va o'ta ham sifatli. Xitoyliklarning O'zbekistonga kirib kelishini oldini olishning bir donagina yo'li bu boykot, ya'ni odamlarni yig'ish va xitoyliklarga qarshi chiqish. Hozirgi vaqtda biz bunday holatni O'zbekistonning ikkita viloyatida ko'rishimiz mumkin. Ular Samarqand va Namangan. Agarda biz ham mana shu og'alarimiz bilan birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, biz o'z yurtimizni saqlab qolamiz. Agarda birgalikda harakat qilmaydigan bo'lsak, bilmadim qanday bo'lib ketadi davlatimiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni iloji boricha ko'proq tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.